toza bo'lmayapti. 40 chelak suv ketdi, ko'rdingiz. To'g'ri, vazifam. Boshqa g'assol chaqiringlar, iltimos. Oyi. Voy. Oyi. Ma'mul qattasiz, voy. Fu. Nima sasibdi? Tushunmadim. Oyi. 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 Nima bo'ldi sizga? Oyi, telefonim qani? Xolalarimga qani? Tez chaqirish kerak. Alo, xola, assalomu alaykum. Xola, oyim uyda o'lib qolibdilar. Men chetda edim, kelsam, iltimos kelinglar. Nima? Xola? Tushunmadim. Xolam shunaqa deyaptilarmi? Biz onangdan voz kechganmiz. O'limiga ham bormaymiz deydimi? Tushunmadim. Voy, ketdilar. Nima qilsam ekan? Kimga qilsam ekan? Amalarimcha ufula kelmaydi, ular ham voz kechgan. Kimni chaqiraman? Kimni? Uf, uncha yomon sassiq. Qalbimda biror narsa bormikan? Chidab bo'lmayapti-ku. Ani kichkina xolamga qiling. Ular mehribonroq-ku. Xola, oyimni olib qolibdilar. Men ketgandim, iltimos. Chirib ketdi, badallari ham yomon hidlar sasiyapti. Keling, xola. Nima? O'lib ketdilar hamma. Senlarga mana shunaqa onam olganda kelmaysanmi? Oyim o'lib qolibdilar. Safarga ketsam, hidlanib chirib ketibdi. Xolalarimga qilsam kelishmayapti. Nima qilaman, nima qilishni bilmayapman. Amakingiz ketaman, xo'pmi? Hozir mahalla ko'yi qilamiz, ko'rpaga borib kelishadi. Xo'p, kelaman. Xo'p, kelaman. Oyijon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Keling. Sabr bersin sizlarga. Oho, nimani hidi kelyapti, a? Voy bu, haftadan beri shu uyda qolib ketibdilar. Endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Qizlari safarga ketib qoluvdi. Mayli. Tez mayitni yuvib topshiraylik, erkaklar ham kutib qolishmasin. Kim qarashadi? Qizlari sizmisiz? Men qizlariman. Yo'q, men qo'rqaman, men yuvmayman, qarasha olmayman. Mayli, men qarashaman hozir, qo'shnilariman. Ha, bo'pti, bo'la qolinglar. Unda siz chelakda suv tashib turing, xo'pmi? Biz tez yuvib olamiz mayitni. Xo'p, bo'ldi, men suv olib kelaman, xo'p. Mana bo'ldimi? Voy, o'zi ham 40 ta chelak tashidim. Charchab ketdim, holim qolmadi, boshqa tashiy olmayman. Hali ham toza bo'lmadilarmi? Oy, xudo.